Yaxshimisizlar, hammanglar yaxshi kelgansiz. Men shu Biznes Rivojlantirish banki Charxon filiali boshqaruvchisiman. Aytganda O'zbekiston ko'rsatilgan shaxar shu binoda ishlayotgan xodimlarni ustidan nazorat qiluvchi shaxarman. Ismim Shavkat, familiyam Nurmatov. Sizlarni bankimizga faoliyati, bankimizni xizmat ko'rsatishi, bankimizda bo'layotgan muammolar, takliflar bo'lsa, doim fuqarolar bilan shunaqa uchrashuv qilib turamiz. Baribir ko'pchilikning fikri, mijozning fikri biz uchun juda muhim. Sizlarda qanday fikr, masalan, siz nima murojaat bilan keldingiz? Kredit bo'yicha. Kredit bo'yicha. Qachon bugun keldingiz? Hujjatingiz qabul qilishyaptimi? Qilishyapti. Xizmatimiz qanday? Yaxshi. Muammo Yo'q, muammo. xodimlar muomalasi. Xodim bor, rasm tushib ko'rdik. Monitoringlar bo'ldi. Monitoring bo'ldi. Kamchilik yo'q. Yo'q. Siz nima holat, siz mana xizmatda nima? Men ham bugun kredit olib kelgandim pensiyaga. O'g'lim Nafaqangizga kredit olasiz. nafaqa oldim. O'g'lim shu qurilish qilaman deganda. Sharoitlaringizni yaxshilamoqchisiz? Sharoit. Sharoitni yaxshilab o'zingizni qaysi mahallada keldi?